sir so'radim. Tofu. Ha. Böyle ko'panak. Lekin balg'arini qo'rib yeyishiga men qo'yib. Voy, bitta tuxumda, voh. Shunchana qildim. Nima tuxum bilan qo'y? Voy, yana qayta ishlatyapti. Shunga tuxumni qo'ydi. Voy, yana so'rdi tuxumni. Bo'ldi. Ha, voy, qolgan qoldig'ini ham sho'rva qilib yubordi. Yana tuxum olyapti ichidan. Tuxum shunaqa defitsitmi? Go'sht bo'lsa ham tushunardim. Qimmat bo'lsa kerak-da. Ichidan ochib olmasin go'sht qilib. Voy, mara ichidan sug'urib o'tdi. Voy, yana omlet qilib yubordi. Voy, shuncha. Bugun o'shinga nima desa tuxumlik unaqa. Tuxumlik bo'ldi. Bu video qizlarga bag'ishlanadi. Kelinlarga bag'ishlanadi. Adasi bugun uyda go'sht yo'q edi desa, qarang bitta tuxumni o'zidan shuncha ovqat qilyapti. Go'sht bilan 1 yil ovqat qilsa bo'lar ekan. Arzoni qiynatib olib beradi. Haligi xolaga o'xshab go'sht pishirib bersangiz, uni 2 hafta chaynaydi. Xullas, ro'zg'or bo'lib kelinlarga jo'natib qo'yasizlar.